Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Umid Uz kanali. Men bugungi videomda sizlarga Minecraft Bedrock versiyasining top 4 ta sirini aytaman. 5-inchisi esa bonusga bo'ladi. Birinchisi, agar siz moblarni tortib bormoqchi bo'lsangiz, u balki qishloq aholisi ham bo'lishi mumkin. Uning uchun bizga qayiq kerak bo'ladi. Qayiqqa arqon ulagan holatda biz har qanaqa mobni arqon bilan tortib yurishimiz mumkin. Hatto qishloq aholisini ham. Bu istalgan mob bo'lishi mumkin. Aynan bittasi bo'lishi shart emas. Buni sudrashimiz, suvda tortib yurishimiz va uchganda o'zimiz bilan olib yurishimiz mumkin. Lekin uchayotganda ehtiyot bo'linglar. Arqon uzilib mob yerga tushib ketishi ham mumkin. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan uchinglar. Ikkinchisi esa biz nezerda qiladiganimiz bo'ladi. Buning uchun bizga faqat zanjir kerak. Biz nezerga kirgan holatda lavali ko'llarni chetlab o'tishimiz mumkin. Buning uchun biz lavali ko'lning oldiga borib zanjirni qo'ysak kifoya. Zanjir lavani o'tkazmaydi, lekin siz bemalol o'ta olasiz. Shuning uchun lavan tagidagi rudalarni osongina o'zingizga olib olishingiz mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchisi bo'lsa, biz baliqlarni olayotganimizda faqatgina baliqdan baliq go'shti tushadi, lekin undan suyakni tushirish ham mumkin. Buning uchun istalgan bir baliqni urib o'ldiramiz. Faqat undan baliq go'shtini o'zi tushadi. Lekin siz o'zingizning fermangizda boqib turgan istalgan baliqni suyak uni bilan boqib, keyin ularni yo'q qiladigan bo'lsangiz, siz baliq go'shtidan tashqari suyakni ham olishingiz mumkin. Istalgan baliq bilan qilish mumkin. Keyingisi esa biz suv ustida muzlagan holatda yuramiz. Uning uchun bizga muzlash effektini beruvchi kitob, anvil va bir juft etik kerak bo'ladi. Olmos etiklarni qo'yib sehrlaymiz va uni olib oyog'imizga kiyib olamiz. Shundan keyin biz muz ustida bemalol yurish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ko'rishingiz mumkin, lekin ular abadiy emas. Shuning uchun muz ustida tezroq yurishga harakat qiling, bo'lmasa erib suvga cho'kishingiz mumkin. Bonus sifatida berilgan 5-inchisi esa siz har kuni qishloqlar bilan savdo qilasiz. Lekin qishloqlarning orasida ko'rgan bo'lsangiz, mana bunday shim va etiklar bor. Bularni o'zimiz yasashimiz ham mumkin. Uning uchun qozon ichida bo'yoq va suv kerak bo'ladi va chunli kiyimlarni hammasini xuddi o'sha rangga bo'yab kiyib yursangiz bo'ladi. Shunda siz qishloqlardan savdo qilishda oson bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.